Avstraliya Strategik Siyosat İnstituti 24 sentabr e'lon qilgan bir dokladida Sharqi Turkistondagi 380 dan ortiq yig'ilish lagerlarini aniqlab chiqqanligini o'tirg'i qo'ydi. Avstraliya Strategik Siyosat tadqiqot o'rni payshanba kuni e'lon qilgan dokladida Xitoy hukumatining 2019-yili 12-oyda Sharqi Turkistondagi tarbiyalanguvchilarning hammasi o'qish bitirdi degan so'zlarga raddiya berdi. Hamda Xitoy doiralarining davomli yangi tutib turish o'rinlarini ko'paytirayotganligini o'tirg'i qo'ydi. Bu turga yetakchilik qilgan tadqiqotchi Natxan Rosir mundaq dedi. Gerçi Xitoy hukumati qayta tarbiyalash lagerlaridagi kursantlarning o'qish bitirganligini o'tirg'i qo'ygan bo'lsa-mu, ammo bu sonliq ma'lumot ambaridagi sonliq ma'lumotlar 2019 va 2020-yillari yangi tutib turish aslahalari qurilishiga davomli mablag' solganligini ko'rsatdi. 2019-yili 12-oydan boshlab Sharqi Turkistonda kam deganda 61 tutib turish o'rni yangi qurilish boshlagan. 14 tutib turish o'rnining qurilishi hozirmi davomlashyotidi. 380 dan ortiq lager ichida 50%ning bixatarlik darajasi yuqori aslahalar bo'lib, mutaxassislarning qarashicha, bu Xitoylarning mahbuslarning bixatarlik darajasi teqimi yuqori bo'lgan turmalarga yetkazganligidan derak berishi mumkin ekan. Amerika Avam Palatası 23 sentabr çarşamba Uyg'ur mecburiy emgikini oshkorlash qonuniy loyihasini 187 ga qarshi 229 ovoz bilan ma'qulladi. Bu Avam Palatasining 2 kun ichida Xitoyning Uyg'urlarni mejburiy emgikka selishiga qarshi ma'qullagan ikkinchi qonun loyihasi bo'lib qoldi. 22 sentabr Uyg'ur mejburiy emgikining oldini olish qonuni Avam Palatasida 3 ga qarshi 406 ovoz bilan ma'qullangan edi. Demokratchi Avam Palata a'zosi Jennifer Wexton o'tirg'i qo'ygan Uyg'ur mejburiy emgikini oshkorlash qonuni Sharqi Turkistonda savdo tijorati va aloqasi bor Amerika shirkatlaridan ishlab chiqarish va ta'minlash zanjirining tafsilotini oshkorlaydiganligini talab qiladi. Bu shirkat mahsulotlarining mejburiy emgak orqali ishlab chiqarilganmi yo'q yoki ishlab chiqarish jarayonining yig'ilish lagerlari bilan munosabati bor yo'qligini o'z ichiga oladi. Amerika hukumatining Xitoyning yangi tipli Wuhan virusining tarqalishiga mas'ul bo'lishi kerakligini qayta ta'kidlashi, ikki davlatning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchilari o'tirsida keskin jidal paydo qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bixatarlik kengashi Xitoy virusining tarqalishi va asliga kelishdan keyingi jarayonini muzokara qilgan yig'inda Amerika bilan Xitoy o'tirishidagi virus jangiga shohid bo'ldi. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Kelly Craft yuqum ahvoliga qarata ochiq oshkor bo'lmagan Xitoyning yuqumning tarqalishiga mas'ul bo'lishi kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Uning so'ziga javob qaytarishni kechiktirmagan Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Jang Jun Amerikani siyosiy virus va soxta uchur tarqatdi, to'qinish va bilinish paydo qildi deb aybladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Turkiyaning Huawei va Xitoyning boshqa texnikalariga tayinishini kuchaytirishning Amerikaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotidagi ittifoqdoshi bo'lgan Turkiya bilan bo'lgan harbiy hamkorligiga ziyon soladiganligini ogohlantirdi. Pompeo bu ishlarni texnik qiyinlashtiryotdi dedi. Amerika taratqullarining ziyoratini qabul qilgan Pompeo, hozir bizning Turkiyada ko'rinarli sonliq ma'lumotlarimizning bo'lishi va bularning Xitoy kompartiyasining qo'lga o'tib ketishi mumkinchiligi bizga har qanday vaqtdagidan texmo ehtiyot qilishimiz kerakligini ko'rsatdi dedi. Xitoy telegraf shirkatlari Huawei va Zhongxing yaqinqi yillardan buyon Turkiyadagi mavjudligini oshirdi. Bu kengayish Anqara-Washington liniyasidagi allaqachon jiddiylashib ketgan harbiy munosabatga parokandichilik soladigan to'r bexatarligi masalasini olib keldi. Trump hukumati uzundan buyon Huawei'ga besim shiltib, Angliya, Germaniya qatorliq Yevropa davlatlaridagi ommaviy bexatarlikka chetishliq turlarda Huawei mahsulotlarini ishlatishni cheklashni talab qildi. Yevropa İttifaqı 9 avgust Belorusiyada o'tkazilgan prezident saylamidan keyin qasam berib vazifaga o'ltirgan Aleksandr Lukashenkoning qonuniy asosi yo'qligini, saylam natijasini e'tirof qilmaydiganligini bildirdi.
Yevropa İttifaqı tashqi munosabat va bixatarlik siyosatining yuqori darajalik vakili Josep Borrell Yevropa İttifaqıga vakolatan bayonot e'lon qilib, Belorusiyadagi saylam natijasini e'tirof qilmaydiganligini qayta ta'kidlab, buning odil va erkin emasligini o'tirg'a qo'ydi. Borrell mundaq dedi: Aleksandr Lukashenkoning 2020-yili 9-oyning 23-kuni vazifaga o'tirishi va huquqini yana bir mezgil saqlab qolishining demokratik qonuniy asosi yo'q. 1994-yildan buyon uda 5 qatim Belorusiyaning prezidentligiga saylangan Aleksandr Lukashenkoning 9-avgust o'tkazilgan saylamda %80% ovoz bilan g'alaba qilganligi, uningga eng yaqin raqibi Svetla Tixanovskayaning %10% ovozga erishganligi e'lon qilingan edi. Bu Belorusiya xalqining kuchli noroziligini qo'zg'ab, namoyishlarga sabab bo'ldi.